Bir mana qaranglar. Qo'lim bilan tekkizmayman. Qo'limda perchatka bor, iloji bo'lsa perchatkada ishlaylik. Mana polni qado bo'lib ketgan. Bu quyonni yomon jonini og'ritadi. Eng xavfli narsa bu. O'shaning uchun mana qilib bizning ham dizi spreyimiz. Mana shunaqa qilib quyonimiz cho'chibyapti. Achiydi. Hozir achimaydi lekin sekin-sekin sepib chiqamiz. Mana shunaqa usulda hamma joyiga mana shu dizi sprey sepamiz. Chunki menda o'zi ozgina qolganida yo'q emas, bor. Endi ular iltimos qilib tashab ketishdi. Voy bolalaringizga yaxshi yo'qmabdi dedim, qo'rqdi-da. Tashab ketishdi. Buni biz alohida joyda endi 1-2 kunga mayli deb olib qoldim, lekin o'zi aslida quyon umuman olib qolmaymiz. Tanishim bo'lgani uchun to'g'risini aytaman, olib qoldim. Davolab bering, biz hech ham quyon boqmaganmiz degani uchun olib qoldim. Mana endi yana bitta ukolini qilib, keyin o'zligiga qaytarib berib beramiz.